Üçüncü bab. Eğer bir kişi itiqatçılar cemaatçiligiga başlamçı bo'lishga intilsa, u yaxshi bir vazifani orzu qilgan bo'ladi degan bu so'z haqdir. Jamoatchilik boshlamchisi bo'lsa, ayblanadigan tarafi bo'lmagan, ayoliga sodiq, o'zini tutib olgan, salmoq, hurmatga sazovar, mehmon do'st, boshqalarga Xudo to'g'risida ta'lim beralaydigan bo'lishi, shundoqla haroqkash va zo'ravon bo'lmasligi, xushfe'l, gap talashmaydigan, o'zini mol dunyoga urmaydigan kishi bo'lishi, o'z oilasini yaxshi boshqalaydigan bo'lishi, farzandlarini o'z ota-onasiga hurmat bilan bo'ysungan qilib tarbiyalaydigan kishi bo'lishi kerak. Chunki o'z oilasini boshqarishni bilmaydigan kishi Xudoning jamoatchiligining holidan qandoqmi xabar ola olsin. Jamoatchilik boshlamchisi yangi itiqodchilardan bo'lmasligi kerak. Agar undoq bo'lsa, u takabburlashib ketishi mumkin. Buning bilan u shaytonga o'xshash takabburlashganligi uchun Xudoning so'rig'iga uchraydi. U jamoatchilikning sirtidimi hurmatga sazovar bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda boshqalar uni ayblolmaydi va shaytonmi uni oldam xaltisiga tushirolmaydi. Xuddi jamoatchilikning boshlamchiligiga o'xshash, jamoatchilikning xizmatchilari esil fazilatlik, samimiy gap qiladigan, aroq-sharobga berilmaydigan, mol dunyoga tamaxur bo'lmaydigan kishilardan bo'lishi, pok vijdoni bilan e'tiqodning cho'nqur haqiqatida chin turalaydigan bo'lishi lozim. Bundaq odamlarni oldi bilan sinab ko'rib, ayblanadigan taraflari bo'lmasa, ondan vazifaga qo'yish kerak. Xuddi shuningdek, bu xizmatchilarning ayollarimi esil fazilatlik, fitna fasod qilmaydigan, o'zini tutib olgan va har qanday ishda ishonchli bo'lganlardan bo'lishi lozim. Xizmatchilar o'z ayoliga sodiq, o'z farzandlari va o'z oilasini yaxshi boshqaradigan kishilardan bo'lsin. Jamoatchilik ichida o'z vazifasini yaxshi o'rnagan xizmatchilar boshqalarning hurmatiga sazovar bo'ladi. Ularning Ayso Masihga e'tiqod qilishdagi ishonchimi zo'r oshidi. Men garchi seni tezroq yo'qlab berishni orzu qilsam-mu, yanila bu xatni yozdim. Agar men yening'i vaqtida bora olmasam, bu xatim sana Xudoning oilasi ichida qanday yashash kerakligini ko'rsatib berdi. Bu oila bo'lsa, mangu hayot Xudoga mansub bo'lgan e'tiqodchilar jamoatchiligidir. Bu jamoatchilik haqiqatning tuvrigi va asosidir. Hammalarga ma'lumki, e'tiqodimizning siri buyukdir. Ayso Masih inson tenida ayon bo'ldi, muqaddas ruh uning haqqoniyligini isbotladi. U farishtalarga ko'rindi. U to'g'risidagi xabar butkul millatlarga jakarlandi. İnsanlar uningga e'tiqod qildi. U ulug'liq ichida arshga ko'tarildi.